Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Men konsultatsiyalarimni tugatib oldim. Bir og'iz aytib o'tmoqchiman. Ijtimoiy tarmoqlarda olib borayotgan blogimni qanchalik odamlarga manfaatli ekanligidan juda ham xursandman va ushbu berayotgan ma'lumotlarim, keyslar orqali bemorlar o'zidagi o'zgarishlarni yoki yaqin insonlardagi o'zgarishlarni ko'rib, nazorat qilib, shifokorlarga murojaat qilayotganliklarini, sog'liqlariga loqayd bo'lmayotganliklarini ko'rib, demak shu blogimda qanchalik manfaatli ekanligidan ham men ham xursand bo'laman va bugungi konsultatsiyalarimda ayrim e'tiborga loyiq bo'lgan случайларni gapirmoqchiman. Demak, birinchi bemorimiz 1969-yil tug'ilganlar. Ularda yarim yil oldin 20 yillik menopauza fonida, ya'ni klimaksga kirganlar, qonli ajralmalar kelishni boshlagan. Bemor loqayd bo'lmaganlar shifokorga murojaat qilganlar, lekin bemor hech qanday bir yaxshi bo'lmagan tashxisi shubha qilmasdan ularni konservativ metodlar bilan faqatgina yuzaki tekshirib davolab kelganlar va bemor har safar tashqariga o'sha sayohatga chiqqanlarida bemorda qon ketishlar kuzatilgan. Bemori bunaqa paytida murojaat qilgan bemorda albatta biza yondosh kasalliklarni inobatga olgan holda, masalan, bularda tana vaznini ortiqchaligi, gipertonik kasallik borligi va qandli diabetni moyillik, ya'ni glyukozaga tolerantni buzilganligini tashxisi bo'la turib, ularga bachadon bo'shlig'idan biopsiya olinmagan va oxirgi murojaatlarda bachadonni ichidan biopsiya olingan va bemorda bachadon endometriy qavatini saratoni aniqlangan. Faqat juda ham optimist bo'lib qaraydigan bo'lsak, bemorda gistologik darajasi ancha yaxshi, ya'ni bemorni to'liq operatsiya va keyingi etapda gistologiyalari yana shu tashxisi tasdiqlasa, nur terapiyasi bilan tuzalib ketadilar, xudo xohlasa. Keyingi bemorimiz 2004-yil tug'ilganlar. Ularda ikkita farzandlari bor. Faqatgina 3 oy avval homilani rivojlanmasligi tufayli medikamentoz abort bajarilgan va bemor tekshiruvlar o'tkazgan. Nimaga? Ularda o'sha homilani nobud bo'lishi, bunday holatlarni aniqlash uchun tekshiruvlardan o'tisha boshlaganlar va bemorda bachadonni bo'ynini VPC va pap mazol kolposkopik tekshiruvi natijasida ularda o'sha odam papilloma virusini eng xavfli onkogen podtiplari 16-18 titrini yuqoriligi aniqlangan va pap mazokda askus berilgan. Bemor biroz noonkologik profil bo'lganligi uchun vrach tomonidan vahima qilib qo'rqitilganlar, lekin to'g'ri maslahat berilgan. Bemorga bu holatda nima qilamiz? VPC nосительство, ya'ni VPCni zararlanganligini inobatga olib, askus bu atipik hujayralar borligini aytgani bilan gistologiyasida bu rak hisoblanmaydi. Faqatgina men ajrata olmayman, displaziya darajasini qo'ya olmayman degan xulosani anglatadi va VPC nосительствосini inobatga olib, bemorga men mutaxassis sifatida birinchi etapda o'sha shamollashlarga qarshi lecheniyalarni qilib olib, analizlari tayyor bo'lgandan keyin, hayz tugagandan keyin davo diagnostik eksziziya amaliyotini taklifini berdim va bemorda oxirgi o'sha gistologik jarayon xulosasi chiqqandan keyin bemorga vaksinatsiya, ya'ni VPCni ga qarshi bo'lgan vaksinatsiyani olish tavsiyasini berdim. Keyingi bemorimiz 1985-yil tug'ilganlar. Bemorimiz 40 yoshgalar. Bemorda asosan o'sha hayz vaqtida har soatda o'sha prokladkani almashtirishlari, laxta-laxta bo'lib qon ketishlar va og'riqlar bezovta qilar ekan. Bemorimiz muntazam ravishda tekshiruvlardan o'tib turar ekanlar. Bemorimizni o'sha tekshirgan paytimizda ham klassik diffuz adenomioz tashxisi qo'yildi. Bemorga albatta reproduktiv funksiya agar tugagan bo'lsa, bundan oldin ham bir necha marotaba gormonal terapiyalar qo'llanilgan ekan. Agar ushbu gormonal terapiyalarni yana qilib ko'ramiz deb aytdim, analizlari chiqqan bo'lsa, hattoki o'sha bachadon ichki gormonal sistemasini ham o'rnatish qilib ko'ramiz, lekin bachadonni razmerlari kattaligini inobatga olib, adenomiozni aktiv formasini inobatga olib, bemorga albatta tuxumdonlarni saqlagan holda jarrohlik amaliyotini ham taklifini berdim. Albatta hech qachon bemorga operativ muolajani srazu taklifi berilmaydi. Bemorni anamnezi, ya'ni kasallik tarixi surishtiriladi. Bemorni boshqa yondosh kasalliklari ham inobatga olinadi. Yuqoridagi siz ularga tavsiya berilayotgan gormonal terapiyani agar effekti kuzatilmasa, keyingina ushbu
holatni xirurgik muolaja bilan hal qilsa bo'ladi. Albatta buning uchun bemorga psixologik hamda tekshiruvlarni oxirigacha yetkazish oxirgi xulosasi aytiladi. Keyingi bemorimiz juda ham qiziqsuvchi 76-yil tug'ilganlar, 50 yosh ekanlar. Bemorimizda muntazam ravishda hayz kelib yurgan. Bemorimizda где-то 10 yil davomida umuman vrachga ko'rinmagan ekanlar, ginekologga murojaat qilmaganlar, menda yaxshi hamma narsa deb yurgan ekanlar. Bemorimizda o'sha 10 yil avval o'rnatilgan spiralli bor yo'qligini ham nazorat qilmagan ekanlar va bemorga bugungi kunda kelib o'sha oxirgi hayzlarida zadержка bo'lgan. Keyin bemorda surkalib qonli ajralmalar kelishi boshlangan, ko'ngil aynish boshlangan, как будто ularda homiladorlikda uchraydigan toksikoz belgilari kuzatilgan va bemor birinchi o'sha tekshiruvni vrachga murojaat qilib UZDdan boshlaganlar. Bemorda UZD tekshiruvi davomida mutaxassis trofoblast kasalligini podozrение qilganlar, shubha qilganlar. Ya'ni bu kasallik nima? Ko'pincha puzirni zanoz, yil bo'g'oz deb mashhur bo'lgan diagnoz hisoblanadi. Yil bo'g'oz bu o'sha puzirni zanoz yoki tibbiy atamasi trofoblast kasalligi. Homiladorlikda kuzatiladigan hamma simptomatika bo'ladi, belgilar, lekin homilani faqatgina pardasi rivojlanadi matkada. Albatta trofoblast kasalligini yuzaga kelishi uchun o'sha jinsiy aloqadan keyin spermatozoid tushib, o'sha urug'langandan keyin hosil bo'ladi va qandaydir buzilish, qandaydir mutatsiya orqali homilani o'zi rivojlanmasdan faqatgina pardalari va boshqa o'zgarishlar yuzaga keladi. Bemorimiz HGni ham topshirganlarida HGni juda ham yuqori ko'rsatkichda ekanligi 11 mingga yaqin chiqdi ko'rsatkich va menga kelganlarida birinchi taktikamiz nimadan iborat? UZIda ham to'la ichida xuddi kataksimon pardachalardan iborat bo'lgan hosilalar aniqlanadi va bachadonni o'zi ham 13-14 hafta kattalikda bo'lganligi aniqlandi. Unaqa paytda men bachadonni ichidan gistologik tekshiruv uchun biopsiya oldim. Agar biopsiyalarida ularda o'sha men shubha qilayotgan trofoblast kasalligi aniqlansa, HGni miqdorini solishtirgan holda bemorga birinchi etapda kimyoterapiya kurslarini o'tkazaman. Hattoki puzirni zanoz chiqsa ham, puzirni zanoz bu hali ushbu kasallikni rak holatiga o'tmagan deb hisoblanadi, lekin davosi birinchi etapda bularning holatlarida kimyo preparatlar bilan davolash kerak bo'ladi. Nima uchun bemor tomonidan berilgan savol, birato'la olib tashlang doktor deb aytdilar. Agar tashxisimizda rostdan ham puzirni zanoz yoki xorion epitelioma, ya'ni trofoblast kasalligi tasdiqlanib, men ishimni operatsiyadan boshlasam, ushbu kasallik bo'yicha dunyo hamjamiyatlarini rekomendatsiya, gaydlar bo'yicha bemorda ta'sirasan ushbu kasallik tezlikda rivojlanib ketib, metastazlargacha ham olib boradi. Bu holatda bemorga bir necha kurs HGni nolga tushirib olguncha kimyoterapiya kurslarini o'tkazib va keyingi etapda HGmiz nolga tushgandan keyin bachadonni to'liq olib tashlab va profilaktik ravishda kimyoterapiya kurslari ham o'tkaziladi. Bunday bemorlar juda ham ko'p bor. Xudoga shukr, juda ham prognozi ijobiy. Va yana bitta bemorimiz murojaatlari 90-yil ekanlar. Bemorimizda shikoyatlari asosan og'riqlarga, qo'q sohasida o'sha yishnikim og'riyapti deb keldilar va jinsiy aloqada ham keskin og'riqlar bezovta qilar ekan. Bemorni tekshirganimda ularda hozir o'sha oxirgi tug'ruqdan kesarva yo'li bilan tug'dirilgan holat ekan, ya'ni 1 yil bo'libdi endi oxirgi tug'ruqlariga. Bemorda keskin psixosomatik biroz o'zgarishlar ham bor. Bemorda uyquni keskin buzilishi ham kuzatilyapti va o'sha tekshiruvlarni boshlaganimizda ularga UZD bo'yicha bachadonni adenomioz, endometrioz tashxisini qo'ydim. Lekin bemorda hech qanday og'riqdan tashqari qandaydir qon ketishlar, surkalishlar, laxta hayz vaqtidagi ajralmalar bezovta qilmas ekan. Ushbu holatlarda bemorga albatta tekshiruvlarning natijasi olingandan keyin to'liq tushuntirildi. Demak, ushbu tashxis qo'yilgandan keyin bemorga albatta o'sha bunday kasalliklarda birinchi yordam gormonal terapiya va psixosomatik yordam berish kerak bo'ladi. Albatta o'sha analizlarga qarab yallig'lanishga qarshi terapiya ham o'tkaziladi. Lekin bemorimizga o'sha ogohlantirish berildi. Ushbu muolajalar, ya'ni
o'sha gormonoterapiya plus psixoterapevtik muolajalar sizga hayotingizni sifatini oshishiga olib keladi deyishga qaramasdan bemorimiz gormonal terapiyadan bosh tortdilar va bemorimizga ushbu holatlarda ko'pincha psixoterapevtik yordam, yallig'lanishga qarshi terapiya va muntazam ravishda tekshiruvlarni o'tkazib ko'rish birinchi etapda qilib ko'riladi. Xudo xohlasa bemorimizga ushbu terapiya katta ijobiy natija beradi va endokrinolog yoki psixonevrolog bilan parallelni ishlash ham katta yaxshi ijobiy natijalarni berib bormoqda bunday holatlarda. Va yana bitta keysni aytib o'tmoqchiman. Bemorimiz 55-yil tug'ilgan ekanlar. Bemorimizda mana bir necha yillik 15-20 yillik menopauza fonida qizg'ish qonli ajralmalar kelgan. Bemorimiz muntazam ravishda doktorga chiqib turar ekanlar, ko'rinib turar ekanlar. Bemorimiz o'sha oxirgi tug'ruqdan keyin o'sha tug'ruq bo'lgan ekan. Ularda bachadonni tushishi va bu manga hozir kelganlarda polniy выпадение, ya'ni 3-darajali tushishi aniqlangan, lekin ushbu narsalarni ular to'g'rilash kerak yoki bo'lmasa korreksiya qilish kerakligini xohlamaganlar yoki vaziyatda qiziqmagan. Bemorda shuningdek 3 oy avval tos suyaklarni, bo'g'imlarni koks artrozi tashxisi bilan katta operatsiyani o'tkazgan ekanlar. Lekin biror marta bemorda o'sha anamniz yig'ilganda boshqa profilli vrachlar ginekologga ko'rinish bo'lmagan ekan. Bemor bugungi kunga kelib menga ko'rindilar. Bemorda hattoki non-onkologik profilga ega bo'lgan mutaxassis ham qo'ya oladigan tashxisga men podozreniya qilib biopsiya oldim. Ya'ni bemorda qin onkologik jarayoni, ya'ni o'smasi to'liq egallaganligi va ushbu o'sma jarayonini bachadonni o'sha tushib qolish hisobiga orqa devorlari bilan tarqalganligini yamni ko'rish mumkin. Bemorga bugungi kunda biopsiya olib, birinchi etapda ularni yondosh kasalliklarini ko'pligini inobatga olib, ularni yoshlarini inobatga olib, ularga o'sha gistologik xulosamiz tayyor bo'lgandan keyin shajashi, ya'ni o'sha hamma yondosh narsalarni inobatga olib, hayotlariga xavf tug'dirmaydigan lecheniya belgilanadi. Ya'ni bu holat ham ximioterapevtka bilan maslahat qilgan holda ximioterapiya kurslari va luchevay terapiya o'tkaziladi. Xudo xohlasa bemorni ancha ushbu holatni surunkali jarayonga o'tkazib, ya'ni to'liq tuzalib ketmasa ham bosib ancha hayotlarini uzaytirsa bo'ladi. Keyingi bemorimiz 42 yosh ekanlar. Bemorimiz qildirmagan operatsiyalari o'zi ham qolmagan ekan. 3 yoshga kirib bemorimizda kesareva bilan bartaraf qilingan tug'ruqlardan tashqari bir marta vnematokni bo'lgan ekanlar va 19-yili konservativ miomektomiya, ya'ni bachadonni saqlagan holda tugunlarni o'zi olingan ekan miomatozni. Shu bilan 24-yili 5 oylik homilalar ichlarida nobud bo'lib tug'dirib olingan ekan va 2 marotaba orasida 3 yillik interval bilan bemor oshqozonni kichraytirish amaliyotlari ham o'tkazilgan ekan. Lekin bemor murojaatlarida men hech qanday bemordagi tana vaznini tashlash effektini ham kuzatilmadi. Faqatgina ularda o'sha menga murojaat qilganlarida kuchli qo'riq pastidagi og'riqlar, qayd siklini buzilishi, judayam keskin rivojlangan ruhiyatni depressiv holati, judayam asabiylik holatlari kuzatildi va bemorni tekshirishni boshlaganimda ularda o'sha bachadonni diffuz adenomiozi, orqa devorida yirik miomatoz tugunni chirish belgilari bilan, shuningdek bachadonni servikal kanalida, ya'ni bo'ynida polipsimon hosilalarni aniqladim. Bemorda ushbu holatlarni inobatga olib, reproduktiv funksiyalarini bajarib bo'lganliklarini inobatga olib, quruchga kirayotganliklarini inobatga olib, o'sha bir necha marotaba o'sha bachadonni saqlash ishlari ham qilib bo'linganligini inobatga olib, bemorda yana qo'shimcha sahrni diabetlari ham bor ekan. Ikkinchi tip men radikal решение, ya'ni yechimni taklifini berdim. Bemor hozir tekshiruv etapidalar. Bu bilan nima demoqchiman? Bemor mana shu paytgacha, не знаю, где-то bir 9 martami narkoz olgan ekanlar. Yana ularga quruch yoshlilarni inobatga olib, bachadon saqlovchi amaliyotlarni taklifini aytib o'tdim, lekin maslahatini bermadim. Chunki bularga yana o'sha chandiqli jarayonni inobatga olgan holda kichik chanoqda konservativniy miomektomiyani taklifini bermadim. Chunki tugun juda ham joylashish lokatsiyasi noqulay, uchirish belgilari bilan va bachadonni orqa devorini keskin deformatsiyasi ham aniqlanadi. Hech qanday buni gastroskop bilan ham olib bo'lmaydi polip turganda poliplarini. Shuning uchun bularga eng yaxshi yo'l
keyingi hayotlarini sifatiga ta'sir qilmaydigan va diabetlarini inobatga olgan holda man tuxumdonchalarini qoldirib radikal yo'l ekstirpatsiya amaliyotini taklifini berdim. Bularga bu eng optimal, keyinchalik man tomonidan bo'lgan onkologik jarayonlarni ham xavfini tushiradi va hayotlarini sifatini oshirib, bemalol bemorga o'zlarini asosiy kasalliklari bo'yicha har qanday masalan ozdiruvchi ukollar endokrinologlar bilan maslahat qilgan holda olishlari mumkin. Ularda yana bitta zaпрос: doktor, men ushbu ukollar ozdiruvchi peptidlarni olsam bo'ladimi deb so'raganlarida men ruxsat bermadim, chunki meni kuzatuvlarim, shuningdek oxirgi o'sha ginekologlar jamiyatida adenomiozi, endometriozi bor ayollarni yoki hattoki mirenasi turgan yoki dianeges preparatlarini qabul qilayotgan adenomioz, endometriozi bor ayollar, bu tashxisi bor ayollar ozdiruvchi ukollarini olish etaplarida qon ketishlarini ilmiy tasdig'ini ham topildi va men praktikamda ko'rganman. Shuning uchun har qanday diagnoz qo'yilgandan keyin unga to'g'ri xulosani berish uchun bemorga o'tirib suhbat quriladi va bemorga to'g'ri tushuntiriladi.